Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Buxoro viloyat prokuraturasi organlari xodimlari hamda Buxoro davlat universiteti o'qituvchi talabalari tomonidan tumanda joylashgan universitet o'quv tajriba xo'jaligiga qarashli bo'lgan maydonda yangi bog' yaratishga kirishildi. Qariyb 1 gektar yer maydonida 2700 tup manzarali va mevali daraxt ko'chatlari o'tkazilishi maqsad qilingan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Qayd etish lozimki, Buxoro davlat universitetining Buxoro tumani Rabot Qalmoq mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi o'quv tajriba uchastkasining umumiy yer maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, shundan 2 gektarda urug'lik paxta, xuddi shuncha urug'li g'alla, 2 gektarda dorivor o'simliklar yetishtiriladi. Endilikda ular qatoriga Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mevali va manzarali daraxtlarni ko'paytirishga kirishildi. Bu tashabbus o'tkaziladigan ko'chatlar ustida tadqiqotlar olib borish, kelgusida viloyat miqyosida yangi bog'lar barpo etish uchun nazariya va amaliyotning bevosita uyg'unligini ta'minlaydi. Mana Buxoro viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan Buxoro davlat universiteti hamda Buxoro davlat o'rmon xo'jaligi o'rtasida memorandum imzolandi. Memorandumdan maqsad nima? Memorandumning asosiy maqsadi o'rmon xo'jaligi xodimlarini birinchidan o'qitish, ikkinchidan olib borilayotgan mana shu ishlarda ularni masalan tajribalarini ilm bilan birgalikda olib borish nazarda tutilganda. Endi mana biz bilan yonma-yon mana bir tajriba uchastkamiz bor, 10 gektarlik. Mana shu yerda mana bu viloyat prokuraturasining bog'ini tashkil qilishi bu tasodifan emas. Bir juda qattiq o'ylanib, olimlar bilan, mutaxassislar bilan bevosita maslahatlashib tashkil qilinyaptiki, mana bu bog'da men ishontirib aytamanki, prezidentimiz 2024-yil 24-iyundagi 374-sonli qarorlari bor. Global iqlim o'zgarishini yumshatishda qishloq xo'jalik ekinlarini mana shu yerga moslashtirish, o'zimizning iqlim sharoitimizga moslashtirish olimlar orasiga 41-bandda qo'yganlar. Ana shu bandni bajarilishi bo'ladi shu yerda. Chindanda loyiha doirasida tashkil etilayotgan kichik bog'da ekilayotgan daraxtlar parvarishi universitet olimlari va talabalari uchun laboratoriya vazifasini o'taydi. Dastlabki bosqichda viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbir doirasida 2700 tup mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Yashil makon milliy loyihasi doirasida joriy yilning bahor mavsumida 9.700.000 tup ko'chat ekilishi rejalashtirilgan edi. Mavsum davomida 10.800.000 tup ko'chat ekilib, reja 113% ga bajarilishi ta'minlandi. Ushbu tadbirlar davom ettirilib, mana joriy yilning kuz mavsumida 9.700.000 tup ko'chat ekilishi rejalashtirilgan edi. Bugungi kunga qadar 8.700.000 tup ekilib, hozirda ham mana ko'rib turganingizdek tadbirlarimiz, ko'chat ekish tadbirlarimiz davom etmoqda. Qayd etish lozim, ushbu loyiha kelgusida ekologiya va atrof muhitni yaxshilash, yashil hududlarni kengaytirish hamda atmosfera havosini tozalash bilan birga universitet talabalarining amaliyot o'tashlari, jumladan ko'chachilikni rivojlantirish, ularning yangi navlarini yaratishi, payvandlash ishlarini o'zlashtirishlarida tajriba maydoni sifatida xizmat qiladi.